Hatto atir qo'lga sepib yesam kemardi. Hozir baylarni sovqotib ketyapti boshlari nafas olsam. Vosh hamma yoqda o'zini hidi bor ekanda aka, bu yeydigan narsalarni ham, ovqatlarni ham nafas olish gap yo'q. Bu bemorimiz bilan Yevropada gaplashganmiz. O'zbekiston samolyotidan uchib, to'g'ri bu yoqqa kelib, operatsiyalarni o'tkazib, keyin bizda bir hafta mehmon bo'lib, keyin uyga qaytganlar. Kelishdan oldin burunlar suv oqadi. Uxlatmaydi, bosh og'riydi. Men sizlar Yevropada turib gaplashdim. Uyga ham bormayman dedim. Uyda hech kim kerak emas dedim. 12dan 11da kech payt qo'ndim samolyotda 9 soat o'tirdim, ishda bu yerda operatsiyaga kirishim kerak. Kunduzi ishdaman, kechasi bu kasal bilan shug'ullanaman 4 oy. Qiynalib oxiri shu yerga keldim, mana hozir operatsiyadagi boshqa hamma yoqda o'zini hidi bor ekanda aka, bu yeydigan narsalarni ham, ovqatlarni ham. Men hechdan hidi bilmadim mana. Bir gram hidi bilmadim. Hatto atir qo'lga sepib yesam kemardi. Hozir hayot o'tgan odamlar atirni hidi kelyapti to'g'risida. Hozir baylarni sovqotib ketyapti boshlari nafas olsam. Hozir oldin unaqa nafas olmaganman-da, men 8 yil nafas qo'ydim. Tomoqda og'riqlaydi. Nafas olish zo'r. Nafas olish gap yo'q. Yaxshi. Sizga rahmat, sizga. Salomat bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Xudo xohlasa.